Saboy olib ketgani uyalasizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. O'g'lim Ramyon, meni esa chuchvara ichkim keldi. Shuning uchun ham ikkalamiz ko'k chuchvaraga kirishga qaror qildik. Chunki u yerda ham Ramyon, ham chuchvara bor. Tilla topgandek axshayishimni qaranglar. Shaftolili mojito zakaz qildik. Mazasi lekin yoshlikdagi xuddi ani gazirovanniy suvga o'xshaydi. Shunaqa mazali ekan. Ustidagi qopqog'ini qidirib rosa kulimman. Chunki bundoq adarsi o'zi tushar ekan, bemalol mazasi lekin shunaqa mayin. Yoniga qovurilgan chuchvaralar etdik 3 xil. Issiqqina ramyon bilan ko'k chuchvara, qiymali chuchvara вообще zo'r ketdi. Chuchvarani 3 xili bor ekan, kartoshkali, qiymali ham ko'kdan qilingan chuchvara ham bor ekan. Bu yerga meni reklamaga chaqirishmagan, lekin bajonida reklama qilib beraman. Rost mana mazasi shunaqangi yoqdi. Ko'p katta ayol bo'lsam ham hammasidan bitta-bittadan yeb ko'rdim. Mazza qilib souslarga botirib, og'zimda shunaqa mazasi qoldi. Ham chuchvara, ham ramyon bitta idishda bo'lganini ko'rganmisiz? Shunaqa mazali ekan, lekin odamni ichgan sari dili yayrayapti. Suyoqat bo'lganigami? O'g'limga ramyonni berib, o'zim keyingi ovqatga o'tdim уже, chunki Alfredo zakaz qilgan edik. Alfredo ham issiqqina sirlari erigan qo'zqorinlar bilan keldi-yu. Hidi shunaqa meni bilmayman, qo'zqorinni rosa yaxshi ko'raman. Qo'zqorin, sir, chuchvara вообще zo'r sachitaniya bo'libdi lekin. Mazali chiqqanidan to'xtovsiz yesangiz ham bemalol me'dangizga tegmaydi-da. Bu joyi addushi tavsiya qilaman. Instagramda ko'k chuchvara deb yozsanglar chiqib keladi. Mazaliligidan Saboyga bemalol uyalmasdan olib oldim. Uydagilar bir maza qilishsin.